Aziz kuzatuvchilar, bugun Mega Chorvadorda yong'oq bog'ida yong'oq teryapmiz. Shurga akam 1 yildan beri mana shu traktorni maza qilib haydab yuradi. Qanaqa yoqdimi traktor? Hamma texnikadan minib ko'rgan. Rahmat aytib, maza qilib minib yuribdi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, bizni kuzatib boradigan ashaddiy muxlislarimiz. Bugun Agroto Holdings jamoasi o'zimiz sotgan Farmnet 220 traktorini shunchaki bir ko'rishga keldik. Freon tekshirib bering dedi. Kamaygan bo'lsa freon dalevka qilib bering deb o'shanga keldik. Mana jamoamiz bilan traktorimizni sotganimizga xudo xolasa pashta 1 yil bo'lib qoladi. Shu Toshkent viloyatida xizmat o'taydi, chunki yer maydoni katta, undan tashqari chorvachilik fermasiga ham ega bu kishi. O'shanga diska berganmiz, traktor sotganmiz, hamma agregatdan berganmiz. O'zimiz sotgan narsalarni bir xabar olib, buni servisini ham biz qo'yib qo'ymaymiz. Chunki biz sotgan traktorimizni hammasiga 3 yil garantiya beramiz do'stlar. Korobka qismiga o'sha aytib o'tgan hamma teginki zavodskiy defektni nuqsonlariga biz garantiya beramiz. Даже freonlarigacha ham kelib ko'rib, tekshirib turamiz. Qish kelayotgan bo'lsa ham farqi yo'q. Har doim traktor soz holatda bo'lishi kerak. Ko'rib o'tamizmi? Agroto Holdingga bitta like bosib qo'yamiz. Biz jamoamizni bizlardan mutaxassislari zo'ri bor azizlar. Qo'rqmasdan traktor xarid qilsanglar bo'ladi, chunki biz nima uchun traktorimizga 3 yil garantiya beramiz? Chunki biz unga ishonamiz. Fermer traktorni oladi, ishlaydi, uyda maza qilib dam oladi, traktorni qayg'usini biz qilamiz. Do'stlar, bu traktorga 4 korpuslik puluk taqibdi. Bu 4 korpuslik kam bunga. Kamida 5 ta korpuslik tortib, bemalol paxatani qilsa bo'ladi. Undan tashqari diskalarda ham eng kattasini, sayalkalarda ham eng kattalarini bemalol xohlasa sudratma, xohlasa navesnoy qilib harakatlantirsa bo'ladi. Chunki bu maxluqning gidravlika qismiga juda katta tonna agregatni bemalol ortib, harakatlanib, yerni jigarini sug'urib olish qobiliyatiga ega. Ikkitalik silindrlar bilan orqa qo'llari ham juda mustahkam ishlangan bo'ladi. Bartovoydan tashkil topgan. Bu transport holatida asfaltda yurganda qiynalmaslik uchun toshlarigacha bilan jihozlangan. Toshlarda ham u poliyada bo'ladimi, asfaltda bo'ladimi, bemalol traktor yumshoq harakatlana oladi. Biz sotgan traktorlarimizni 24 soat oyda qanaqa kunidan, faslda qanaqa kundan qat'iy nazar kelib o'zimiz tekshirib, filtr moylarigacha almashtirib berib, servis xizmat ko'rsatib ketamiz. O'zbekistonda Liboy regionida farqi yo'q. Nukusmi, Qoraqalpoqmi, Xorazmmi, bu taraf Surxondaryo, bu taraf vodiy, tog'ga